Assalomu alaykum. Arzuyum ikkinchi qaror salonidagi barliq azizlar. Bugun o'tiladigan darsimiz bo'lsa, g'arb piraniki. Bunun ketilgan materiallar bo'lsa, to'ngilgan qo'y yog'i, qo'y yog'idan 1 stakan qo'y yog'i, yarım stakan, ya'ni 80 gram un, yarım stakan, ya'ni 80 gram un şeker, 1 gram şanfene, bir çimdim vanilya, yarım qo'shiq sarmay, ama birdan tuxumniki iqin ishlatamiz, xonimlar, siyirgan ishlatmaymiz. Shu materiallar ketadi. Buni tayyorlash bosqichi bo'lsa, oldi bilan biz mau 1 stakan sarmay bilan yarım stakan, ya'ni 80 gram un shekarni silib ko'ptirib olamiz, xonimlar. Mana xonimlar, mau 1 stakan qo'ymayni qo'ydik, tubiga yarım stakan un shekan qo'yib, buni toza oqarg'uchang to'xli ko'ptirgichda ko'ptirib olamiz. Bunu köptürüp muşnaq oqish holat kelganda, ama bir chimdim, ya'ni 1 gram şanfinni qo'ydik, vanilyani qo'ydik. Ondan keyin bir tal tuxumniki iqini qo'yamiz, xonimlar. Siyirgan ishlatmaymiz, iqini qo'yamiz. Buni to'liq köptürgich bilan qaytadan bir chilibla aralashtirib olsak bo'ldi. Uzoq köptürish lozim. Bunu aralashtirib olgandan keyin unimizni azroq qo'yamiz. Azroq qo'yib, buni aralashtirib olamiz. Endi kauchuk palaxon yordamida buni aralashtirib olamiz. Bunu aralashtirib olgan keyin yarım qo'shiq sarmayimizni soldik. Yarım qo'shiq sarmayni silib, buni aralashtiramiz. Mana xonimlar, aralashmaning tubiga az un silib, aralashtirib, qo'limiz bilan tutsak, chaplashmaydek yumshoq xamir yo'g'irib olamiz, xonimlar. Mana qizlar, xamirni yo'g'irib oldik. Buningga jami 200 gram un ketdi, xonimlar. Bu xamir shunchalik yumshoq, qo'l chaplashmaydek xamir bo'ldi. Buni to'nglatgunimizda saqlash bo'limchisiga qo'yib, 10 minut turg'izib bo'lgandan keyin elib, buni shakl chiqaramiz, qizlar. Hozir to'nglatgunimizda saqlash bo'limchisiga qo'yib, 10 minut keyin elib, shakl chiqargan holatini ko'raylik. Mana qizlar, xamirimiz to'nglatganda 10 minutdan 20 minut o'tirib turgandan keyin buni elib, shundaq cho'nliq, shunchalik cho'nliqda zugul uzolamiz, xonimlar. Har kim o'zining yaxshi ko'rishi asosan shunaq zugul uzib olgandan keyin yumaloq tayyor qilib, buni to'xubkining panasiga may qog'oz tizib olamiz. Tizib olgandan keyin begiz barmog'imiz bilan o'ttirsini besib, buni shakl chiqaramiz, xonimlar. Shakl chiqarib bo'lgandan keyin, shu chiqarib bo'lgan shaklning ichiga murabbo, yong'oqniki meg'zi, pisti bodam meg'zi va yoki xosing meg'zi, o'zimiz yaxshi ko'rgan quruq yemişlarni silib, bezab pishiramiz, qizlar. Mana qizlar, begiz barmog'imiz bilan o'tirsini besib, shakl chiqarib olgandan keyin bunga murabbo, xosingning meg'zi, yong'oq meg'zlarini potirib chiqdim, xonimlar. Buni duxovkani 150 Selsiy gradusda qizdirib, sog'ish holatda pishib chiqqandan keyin olsak bo'ldi. Mana xonimlar, piranik pishib chiqdi. Taqsi qizg'an holatini ko'raylik. Mana qizlar, piranikni taqsiga tizib oldik. Buni yeyishlik bo'lgan, eg'iz solsak erib ketadigan bir xil g'uj-g'uj piranik bo'ldi, xonimlar. Bo'lsa, oilada etib, bolaringizga pishirib bering. Do'kon sosimi noiti xaridorni jalb qilgandek bir piranik bu. Bugungi darsimizni oyoqlashdik. Ko'rishguncha omon bo'lingizlar, qizlar.